harbiy arbob, 1-O'zbek diviziyasi qo'mondoni. 1938-yil ommaviy qatag'onga uchragan va millat oydinlari qirg'in qilingan qonli oktyabr oyida 38 bahorni qarshilamay turib otuvga hukm qilingan. 10-oktyabr kuni yuqori harbiy ilmga ega bo'lgan Talmachev akademiyasini, Frunze akademiyasini bitirgan barcha o'zbek milliy harbiy kadrlari Qodriylardan 6 kundan keyin 4-oktyabr otilgan, ular 10-oktyabr kuni Germaniyada o'qigan talabalar bilan bir kunda otib tashlangan hammasi. Mirsharopov 1900-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligidan harbiylikka mehr qo'yib, shu soha bo'yicha maxsus ta'lim olgan. U qisqa umri davomida o'zining noyob iste'dodi va qobiliyati tufayli millatni mustamlaka kishanlaridan ozod qilish yo'lida kurash maydoniga chiqqan. Uning 20 yoshida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi harbiy noziri vazifasiga tayinlanishi naqadar o'z sohasini puxta egallagani va milliy manfaatlar himoyasi yo'lida tarbiyalanganiga yaqqol dalildir. 19-yilda Toshkentning eski shahrida maxsus drujina tashkil qilingan, drujinaning komandiri bo'lgan. Shu yili 19-yil u kishini Qizil armiyaga taklif qilishadi. Lenin nomidagi harbiy maktabga Nizomiddin Xo'jayev aralashib va Sovet harbiy maktabiga kirib qoldi. Aslida demak u tashqaridagi odam edi va 20-yilning yozida Xorazmga jo'natilgan. Xorazmga borishi bilan Xorazm hukumatı unga nima taklif qiladi? Milliy armiya tuzib berasan biz davlatimizga. U 500 kishidan iborat oldin alohida o'qchi divizion tuzadi, keyin harbiy suvoriylar tuzadi. 500 kishidan iborat. Mirsharopov o'zining harbiy iste'dodi bilan nafaqat Xorazm hukumati, balki xalqning ham mehrini qozongan. U hatto ruslarga qarshi turgan Junaydxon boshliq ozodlik harakati, ya'ni mahalliy millatparvarlarning ham e'tirofiga sazovor bo'lgan. Qizil askarlar nimasi o'qi kamayadigan bo'lsa, pulemyotini tashlab qochib ketardi. Agar kuchayadigan bo'lsa, ayolmi, erkakmi, chaqaloqmi o'ldirardi. Junaydxonni o'zi aytadi, bu yerda bir boshqa yigit paydo bo'libdi, Arslon paydo bo'libdiki, o'limdan hech qo'rqmaydi. Xorazmning asosiy vaziyatni boshqarib turadigan Junaydxonning hurmatini qozonadi. Nima qildi? Junaydxon qayerdan sezdi boshqa rahbar kelganini? Birinchidan, o'lganlarning kallasi uzilmayapti. Ya'ni Sovet qizil askarlar o'ldirilganlarning kallasini kesib olib borardi-da, rahbariga shu orqali pul olardi. 2 so'mdan pul olgan bitta kalla uchun. Birinchi juda yosh bo'lgan, bu puldan voz kechdi va turkman bo'ladim, o'zbek bo'ladim, o'ldirilganning kallasini uzishni to'xtatadi Mirkomil Mirsharopov. Va shu orqali orden berishni Buxoroda ham taqiqlagan. Bu mumkin emas degan. O'shangacha kalla ko'tarib yurishardi va kalla hisobidan pul olardi. Qizil askarlarning shu. Ikkinchidan Junaydxon e'tibor bergan narsa talonchilik to'xtatildi. Urush bahona qilib qizil askar qayerdan o'tgan bo'lsa bir boy odamni yo qiziga yo farzandiga mulkiga tajovuz qilinardi. Bular hech jirkanmagan, shunaqa ularning qilgan jinoyatlari keyinchalik ham qolib ketgan. Xalqning dahshatli nima. Buni to'xtatadi va uchinchi qilgan ishi Xorazm hududidan qimmatbaho kitoblar bo'ladimi, oltinlar bo'ladimi chiqish mutlaq taqiqlansin degan buyruq chiqaradi va o'sha muzeyga to'planishga buyruq beradi. 1921-yil yoz oyida Moskvadan Xorazmga siyosiy vakolatli vakil sifatida Iosif Bik ismli shaxs yuboriladi. U Xorazmga harbiylar hamrohligida kelib, ulardan mahalliy aholi o'rtasida nizolar chiqarish bilan shug'ullanadi. Tabiiyki, bu ishlar Xorazm hukumati, xususan Mirsharopovning jiddiy qarshiligiga uchraydi. Xorazm hukumati buni birdaniga Mirkomil Mirsharopovni Xorazmning harbiy noziri, ministri deb e'lon qiladi. Mana shunda juda ham yosh, hali 20 yoshdagi bola endi. Shunda bu olgandan keyin bu 20 yoshida bo'layotgan ishlar. 20 yoshda bo'layotgan ishlar hali. Ha. Nozir bo'lgandan keyin Bikka o'zining joyini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Keyin 22-oktyabr kuni uchrashgandan keyin sharting nima dedi? Bikning gapi juda ham bunga achchig'ini chiqaradi. Sababi Bik nima
uchun harbiy maktabda o'zbek tilida dars beryapsan deydi. Birinchi savol. Ikkinchi savol, nima uchun Xorazmning harbiy xaritalarini turk zobitlari tuzayapti deydi. Va uchinchidan, nima uchun harbiy xarajatga ko'rsatilgan puldan ko'p deydi. Keyin Mirkomil Sharaf aytadiki, sen 24 soat muhlat qo'ysam agar hududdan chiqib ketishga huquqing bo'ladi. Sen 4 ta 5 ta Eron bilan ham, Afg'oniston bilan ham bir davlatning hududiga bir vakilsan. Senda menda bu shu davlatning harbiy noziriman. 24 soat vaqt beraman, sen chiqib ketasan. Xalqaro huquq shunday, bizda nima bo'ladi degandan keyin bek chiqib ketadi. 17 ta Xorazm hukumatining rahbarlarining xati radiodan e'lon qilinadi. Urganchda radiodan e'lon qilinadi va 24 soat davomida zudlik bilan chiqib ketish haqida. Buni Sulton Qori Moskvada Leninga yetkazadi. Ular rasman buni tan oladi, rasman chiqib ketish haqida buyruq beradi, lekin 25 noyabr kuni hech yo'q bek yig'ilish o'tkazib, hamma Xorazm rahbarini xalq dushmani deb e'lon qiladi. Oddiy vakil, elchi Xorazm hukumatini to'liq qonundan tashqari xalq dushmani deb e'lon qiladi. 7-da 300 ta askar bilan to'g'ri Mirkomil Mirsharovning uyiga keladi. 15 metr qolganda pulemyot bilan o'qqa tutadi. Baxtli tasodif podvalda jon saqlab, xullas tirik olib chiqadi va ko'chada ip bilan bog'lagan holda qamchi bilan urib bek qichqirardi. Mana senlarga mustaqillikni men ko'rsataman. Mana sening mustaqil davlating. Shu kuni qamoqqa olindi, hammasi qamoqqa olindi. Qamoqqa olinganiga bu 27-noyabrda bo'lyapti. Qamoqqa olingandan keyin inkvizitsiyada qo'llaniladigan eng dahshatli qiynoqlar qo'llangan. Bek xotini bilan kelib o'tirib, choy ichib, kofe ichib shuni tomosha qilardi. Lekin shuncha tahqir qiynoqqa qaramay biror marta Mirkomil Mirsharapov bo'yniga olgan emas. Mana shu voqealardan keyin hukumat Buxoro aralashdi, Toshkent aralashdi. 5-marta chiqarilgan otuv hukmi bekor qilinib, yozga borib Mirkomil Mirsharapov ozod qilindi. Keyin Buxoroda Fayzullo Xo'jayev chaqirib olib o'zining Buxoro hukumatini harbiy noziri qildi va 25-yil O'zbekiston tashkil topishi bilan Moskvaga o'qishga jo'natdi Fayzullo Xo'jayev. Mirsharapov 1929-yilda Samarqandda tashkil etilgan alohida o'zbek otliq askarlar polki qo'mondoni, 31-yilda birlashgan o'zbek brigadalari qo'mondoni, 36-yildan mashhur 19-o'zbek tog' otliq diviziyasi qo'mondoni va harbiy komissari sifatida ishlagan. Bu davrda ushbu diviziyaning shuhrati va harbiy salohiyati mislsiz yuksalgan. Xususan, uning shaxsiy tarkibida mahalliy qo'mondon kadrlar soni keskin ortgan. Aynan Sobir Rahimov ham shular safidan yetishib chiqqan. Ta'kidlash lozimki, mazkur diviziya kelajakda to'laligicha o'zbek milliy armiyasining o'zagi bo'lishi kerak edi. Chunonchi Mirsharapovning shaxsan o'zi ushbu diviziya negizida zamonaviy armiyaga xos art, motameh divizionlari, maxsus havo, piyoda, otliq va aloqa eskadronlarini shakllantirgan. Bevosita Fayzullo Xo'jayev va Akmal Ikromovlar tomonidan Mirsharapov yetakchiligida milliy ruhda tarbiyalangan qo'shin shakllantirilayotgani bu ulkan rejaning boshlang'ich poydevori hisoblangan. Ya'ni shakllanib borayotgan milliy o'zbek diviziyasiga suyanish orqali SSR konstitutsiyasida belgilangan mustaqillik talabi turar edi. Bu 8-yilgacha bu 34 bizda juda rosa milliy davlat bo'lgan ekan-ku. Xuddi mana masala shuni ustida, shunga yo'l qo'ymaslik uchun bular ayovsiz tahqirlab yo'q qilindi. Bu juda qatag'onlar, demak, Stalinni aytish mumkinki, qattiq qo'llik emas, buni qo'rquvdan desak ham bo'lar ekan. Qizillar kimligini biladigan vaqtda bunday shartlarni qo'yib, o'z talablarini oldinga olib chiqish, bu hammaning ham qo'lidan kelmaydigan ish. Endi bu narsa qo'lidan kelayotgan ekan, demak, rosa kuchli, ruhan kuchli insonlar hukumat tepasida bo'lganini. Ular boshqargan nafaqat hukumatda, armiyada ham bu armiya deyarli milliy bo'lganini aytadi. Dam olayotganda ham boshqada men farzandimni boshqa tilda savodi chiqishini istamayman deydi. Birorta yo'naltiriladigan adabiyotlar rus tilida bo'lish kerak emas deydi. Bu milliy armiya deydi. Milliy armiya musiqasidan boshlab yuritayotgan daftarigacha, nimasigacha, demak, milliy tilda bo'lish kerak deydi. Bular o'zbek xalqining haqiqiy zamonaviy milliy armiya haqidagi orzusi natijasi edi. 35-yilda aynan shuni yo'l qo'ymaslik uchun uni Mo'g'ulistonga jo'natdi va bu yerda demak Selivanov degan bir o'ta shounis, millatchi bir kimsani rahbar qiladi.
Mirsharapovning Mo'g'ulistonga harbiy maslahatchi etib tayinlanib, O'zbekistondan uzoqlashtirilgani Fayzulla Xo'jayev va Akmal Ikromovlarga berilgan kuchli siyosiy zarba edi. Biroq Stalin boshchiligidagi sovetlarning eng bosh og'riq bo'layotgan nuqtasi bu Kavkaz mintaqasi hisoblangan. Sababi u yerdagi notinch vaziyat haligacha sovetlarning mustahkam o'rnashmagani bezovta qilar edi. Endi Turon arslonining obro'si va tajribasiga suyanib, u yerdagi vaziyatni qo'lga olish zarurati tug'iladi. Mirsharapof 5 oy ichida Shimoliy Kavkazdagi Dog'iston, Kabardin-Bolqor, Shimoliy Osetiya, Chechen-Ingush avtonom respublikalari, shuningdek Qorachoy va Cherkesk avtonom viloyatlarida yashovchi 11 tilda so'zlashuvchi 26 millat va ellatga mansub askarlarni boshini qovushtirishga erishadi va hatto ulardan Sovet armiyasiga yangi brigadalarni shakllantirib beradi. Biroq Mirsharapovning O'zbekistonga qaytish niyatidan voz kechmaganligi sovetlarni hushyor torttiradi va undan zudlikda voz kechish lozimligi vaqti kelganligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. 1937-yil oktyabrida o'zbek generalini qamoqqa olish orderi chiqariladi. Unga Akmal Ikromov tomonidan tashkil etilgan Aksil inqilobiy millatchilik tashkilotining harbiy filialiga rahbarlik qilish kabi ayblov qo'yiladi va 1938-yil 10-oktyabr kuni uchlik tomonidan otuvga hukm qilinib, shu kunning o'zidayoq ijro etiladi. Mirsharapov 1957-yilda SSR Oliy sudi tomonidan oqlanadi. Biroq uning turmush o'rtog'iga 37-yilda 10 yilga qamoqqa hukm etilgan Mirsharapov 43-yilda yurak xastaligi bilan vafot etganligi to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etiladi. Bugun shuni ishonch bilan ayta olamizki, Mirsharapov Sovet davlatiga qarshi ongli ravishda ish olib borgan va uning milliy ozodlik yo'lida faoliyat ko'rsatayotgan vatandoshlari, xususan Qo'rboshi va uning askarlariga xayrixoh bo'lgan. Ularni mumkin qadar omon saqlab qolishga intilgan. Shu bilan birga o'z yurtini bosqinchilik kishanlariga tobora o'ralib borayotganini anglagan zukko sarkarda bo'lgan. Buning uchun u O'zbekistonda milliy kadrlardan iborat armiyani shakllantirishga intilgan va qisman erishgan. Qayg'urma. Eski davlating, eski saltanating, eski yigitlaring, eski arslonlaring hammasi bor. Hech biri yo'qolmamıştır. Yolg'iz, yolg'iz tarqalmıştır. Millat qahramonlarini unutmaydi va ularning bukilmas irodasi namunasida o'z avlodlarini tarbiyalaydi.